Qora. Kechqur yopib qo'ydik. Qatib qoldi mana figurasi. Do'stlar, maza nechi bugun? 11 bugun ana yanvar. Eski siz odam qaranglar. Qor dahshat chiroyli, dahshat chiroyli. Yomonmi dahshat degan? Do'stlar, qorni ko'ryapsizlar, maza yog'di. Faqat mazadan boshqa narsa yo'q. Issiq joy bo'lsa, yaxshi ovqat yeb, maza qilib o'tiradigan bo'lyapti, lekin biz nima qildik? Hammani ishga haydadik. Eng og'ir kunlarda yaxshi ishlagan odam keyin osonroq ishlaydi deb. Qachon yana bunaqa qor yog'adi? Shuning uchun xudo xolasa hamma yoq zo'r, naborot ishlash kerak. Oldinlari dadalarimiz armiyalarga borib, Rossiyani qonlarida 40 gradus, 70 graduslarda ishlashgan. Hozir biz ular qor yo'q, endi yog'di mana, orzu qilgan qor. To'g'risi men juda so'ragan edim. Shunaqa qor yog'sinki, qalin bo'lib maza yog'sin dedim. Mana Xudo so'raganimizni berdi. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Juda zavqli. Do'stlar, maza qilinglar, sovuqda ehtiyot bo'linglar. Bu kunlarda ham zavqini o'tkazib yubormanglar. James Bond, Kiji.